Sizga ham xuddi shu gapni gapiraman. Ozaman, ozishga deyotgan bo'lsangiz, buning uchun obязательно dieta bilan birgalikda qilasiz. Shu aytganimdagi dietani sizga o'sha anaqasini beraman, skemasini beraman. O'sha asosida qilsangiz, inshaalloh Allohning marhamati bilan bir oyda 10 kilolar vez tashlagan klientlarim bor. Mana shuni orqasidan. Shuni maslahat berib o'tib ketaman. Sizlarni ham oladi. Albatta, u atyoqlarni zo'r olib beradi. Olma sirkasi atyoqlarga zo'r ishlab beradi haqiqatda. Pochkangizni endi baribir yaxshi ishlatib beradi-da, endi olib qarasa. O'shanga tavsiya qilaman, opajon, bemalol olsangiz bo'ladi. 45 mingdan bitta baklashkamiz, standartning baklashkada bo'ladi, yarimlik, 20 kunga yetadi. Bemalol oling. Bo'ldi, joyinglarni ham bildim-ku. Bemalol borib olib ketaverasiz. Keyin menga telefon qilib yoki Telegramdan yozib yuborsangiz, men sizga ichish tartiblarini o'rgatib boraman. Xo'p, bo'ladi, opajon, sog' bo'ling, mayli. Xo'p, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hozir o'tirib har bitta klientlarga iloji boricha tushuntirib beryapman. No, baribir meni moralniy kuchim yetmaydi, qizlar bilasizlar. Shuning uchun men video tariqasida shotga ham joylab qo'yyapman. O'zingizlar uchun bilinglar, tabiiy olma sirkasi qanaqangi sizlar uchun foydalari borligi.